Assalomu alaykum aziz insonlar. Bugun biz sizlar bilan uy sharoitida razvedka o'rnatishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun ko'rib turganingizdek chiqib turgan simlarni kerak razmerda kesib, uni 3 qismlarini tozalab olamiz. Keyin esa rozvetkani olib, ana shu simlarga qotirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz zazemleniya sariq rangli simni eng pastki qismiga qotirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu bizga juda ham muhim. Chunki insonni tasodifan tok urgan paytida uni hayotini saqlab qolish uchun juda katta rol o'ynaydi. Ana endi esa tepa qismiga 2 simni qotiramiz. Bu simlar biri faza, ikkinchisi esa 0 bo'ladi. Va ularni qotirib bo'lganimizdan keyin ana shu joyiga to'g'ri qilib qo'yamizda, ikkala chetini samarezlar bilan qotirib qo'yamiz. Va uning ustki qismlarini joy-joyiga qo'yib qotirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va nihoyat hammasi tayyor.